Bular o'smoqda, juda ham yaxshi. Endi ertalab bo'lmoqda va juda ajoyib. Bu yerlari tez o'syapti. Hello do'stlar, sizlar bilan men Jak MK va bugungi videoda biz juda ham ajoyib voqealar bo'ladi va videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Juda ham ajoyib videolarni o'tkazib bermaysiz. Qani bo'lmasa boshladik. Va kanallarga obuna bo'lib qo'ysangiz o'tkazib bermaysiz va merning oldiga borayinchi, nima gaplar bo'lyapti? Bu yerda ajoyib voqealar. Merni oldiga nima qilaman? Hozir borib bir do'kon borib kelayinchi, do'kondan bir necha narsa olishim kerak edi. Borib olayinchi, xullas eshikni yopib qo'yay. Biratan bizga narsalar kerak edi. Mayli olayver, tezroq bo'l, tezroq. Mayli. Olmalar, bir nechta olmalar olaman. 25 ta yetadi. Ya, 32 ta yetadi. 32 ta yetsa, bir nechta narsalar olishim kerak. Mayli olayver, tezroq. Mayli. Mana olyapman bu pishiriqdan bir nechta 32 ta olsam bo'ldi. Yetadi hozircha. Mayli, kep tur. Mayli, men ketdim. Mana eshikni ochib yopib qo'yaylik. Yopib qo'ymasak bo'lmaydi. Qishloqlar har doim kirib yuradi-yu. No, yopiq turgani yaxshi. Endi bu yerlarni aylanib yuraylikchi. Böyle mermi? What the? Mer nimalardir qilib yuribdi? O'ziga uy tanlayaptimi? Ha, mer nima bo'lyapti? Ishlarsan? Ha, mayli, bir ko'raylikchi. Adashmasam merni bobosiga o'xshayapti. Ha, вообще bu mer menimcha saylashga ko'ryapti. Ha, meni bobom. Men uy tanlashga borayotgandim. Juda ham epchil hozirda. Qaramasa ham yugurib yuradi. Hozir what the? Mana shu yerdan edi, narigi tarafga ketdi. Bular uylarni topolmadimi? Ha, o'ziga yoqadigan uy topolmayapti. Topishga yordam beraver. Mayli, qidirib ko'ramiz. Unda ketdik. Boraylikchi. Bu yerlar ham bo'lmadi, bu yerlar ham bo'lmadi. Hech qayer bo'lmayapti. Bular hech qanday yaxshi joy yo'q-da. Ha, qidirib ko'ramiz. Unda yoki o'zim yasab beramanmi? Shunday qilsak zo'r bo'lardi. Ha, unda yasashga bu merni bobosini ko'rdingmi? Ha, merdan ko'ra tezroq yuradi. Ha, ko'rdik. Juda ham ajoyib. Ha, yaxshi. Bular nimalar qilib yuribdi bular? Ha, biratan, nima gap? Merni bobosini sen ham ko'rdingmi? Ha, bu yerdan uy olib o'tirma merga. Bo'lmaydi. Merni bobosiga deganim. U yaxshiroq bu yer ham bo'lmaydi. Borib o'tirma lekin. Boraylikchi, mayli, bir borib ko'raylikchi. Borma dedim. Mayli. Bu yerlardan uylar qidirish kerak. Biratan sizda ortiqcha uy yo'qmi? Mana u uyni yaxshi deysizmi, yomon deysizmi? Maslahatim borib o'tirma. Bir tenga qimmat uy. Remont qilguncha vaqt ketadi. Bu uy haqida bundan narsa bo'laveradi. Borib ko'rchi. Mayli, borib ko'raylik. Bir narsa bo'lar, boraylikchi. Bu yerdan aylanib borsam yaxshiroq, chunki to'g'ri yo'ldan borish kerak. Tak, bu yerdan aylanib boramiz. O'zimni uyim ham to'g'ri kelmaydi. O'zim berib nima qilaman? Chunki o'zimga bosh og'riqni ko'paytirib, bundan ko'ra bu narsalarni joylashtirib qo'yaylik. Kerak bo'ladi, qilichni olib qo'yamiz. Qilishmay kerak. O'zim borib tekshirib ko'rib olamiz. Uy yaxshi emas, chunki juda ham ko'p vaqtlardan beri turibdi. Bu biratan nimalardir qilib, hammasi shu atrofga. Bitta uy deganimga hammasi yugurib kelgan. Bo'lmaydi bu uy, bo'lmaydi. Bir tenga qimmat. Buni ta'mirlaganimcha o'zi ancha vaqt o'tib ketadi. Undan ko'ra o'zim remont qilganim yaxshi. Nariga uyni shuni remont qilamanmi yoki ko'ramiz-da, chunki bu uyni remont qilmasam bo'lmaydi. Bir tenga qimmat. Va bu uyga boraylikchi, buni ham tekshiraylik. Bu yaxshiroq, chunki hamma tarafi top-toza, faqat kitoblar va mana mebellarni olib tashlasak va tepadagi yog'ochlarni ham olib tashlash kerak. Shu yog'ochlarni olinsa juda ham ajoyib uy. Xullas, shu uyni remont qilaman. Короче, narsalarni olib kelaylikchi, ish qurollari va boshqa narsalarni. Shu uy yo'qdi, chunki kattaroq va merning uyiga o'xshab ketadi. Merning uyi bo'ladi, normalniy, unchalik yomon emas. Normalgina uycha xullas. Bular merlar nimalardir qilib turibdi xullas, bilmadim-u. Eshikni yopib qo'yaylik. Biratan narsalar kerak bo'lyapti. Meri jo'natdimi? Ha. Bo'ldi, olib ketar. Mayli. Bu yerda qayerlarda narsalar bor? Shu yerdami? Ha, kerak narsa olib ket. Mayli. Bundan olmuş xullas 4 tane nima qilaman yo 3 tane. Bu 3 ta nima foyda keltiradi? O'zimga kerak narsalarni olayinchi va bu mebelni ham olib qo'yaman. Tagiga narsalarni to'shab ko'rish kerak. Bu ko'p olgan ekanman. Shu narsalar ham
kerak bo'ladi. Endi ketdim men birata, mayli. Mayli, charchama. Mayli, ketdik. Endi eshikni neto qurilganda, juda neto. Yoqmaydi mana shu eshik. Umuman bir yaxshi qurilmagan. Yaxshi qurilsa edi, qani edi. Tez kirib chiqib yurardi. Qishloqlar ham, man ham baribir hammani shu yerda ish tushadi. Men odam jo'natadi. Menday odamlar jo'nataman. Hammasi shu ahvol. Men jo'nataman. Mana bu mebellarni olsam juda ham ajoyib bo'ladi va bu mebellar juda ham neto qurilgan ekan. Baribir o'tirib bo'lmaydi. Neto juda ham katta joyni egallab turibdi. Joyni egallagandan ko'ra nima muncha yomon bu olish neto qiyin juda. Bir bo'lmaydi. Va bir tentaksga qurilgan. Qaysidir qishloq muhandis qurgan bo'lsa kerak, bu qishloqlardan chiqadi bunday fikr. Bu qishloqlardan boshqa hech qaysi bunaqa tentak emas-da, chunki tupoy emas. Va bu mana mebellarni bekor qo'yilgan. Ish qurollari va sandiqlarni ham kutubxonada bu narsalar nima kerak? Kutubxonaga o'qib, shu yerda o'tirib o'qiydimi? Qishloqlar bir o'qimaydi. O'qish ham gapmi? Bu yerga kirib ham ko'rmaydi. Yotoqxona nima kerak? Yotoqxonani nima qilinadi? Bilmadim. Kitoblarni olib bo'lmadi. Taporni olib kelay. O'zimni qiynab nima qilaman? Vatta, nima muncha yomon. Shunchalik ham she'rga qo'yiladimi? Endi buni yo'qotish kerak. Bu bir tiyinga qimmat narsa, kerak emas. Bir tiyinga qimmat degandan keyin, xullas kerak emas-da. Borib narsalarni olib kelishim kerak, Tapor eng kerakli narsa hisoblanadi. Chunki hozirga menga kerak. Boshqalarini bilmadim. Bu hozir bu taporni olib qo'yaylik, eng yaxshiroq, sifatlirog'ini olaylik. Mayli kelib Mayli har doim kelib tur. Tushunish qiyin bilan eshikni sozlab qo'ysa bo'lmaydimikan? Ya'ni bo'lmasmikan? Xullas boraylik. Juda ham masofa uzoq. Bu qishloqlar nimadir qilyapti, g'iybat qilayotgan bo'lsa kerak. Bu bitta qishloq keldi va hamma qishloqlar shu g'iybatga tushib ketadi. Tushunish qiyin. Xullas bu narsalarni tezroq olib ta'mirlab bersam bo'ldi va mana ta'mirlashga ham tushdim. Juda ham ko'p kitoblar. Buncha kitob nima qilishadi? Bunchalik katta joyni egallab turibdi. O'zi bu kerak emas ekan. Shakl qilib qurilgan va bu shakllarni oldik va bu yerlarda yana anchagina cho'plar bor ekan, yog'ochlar o'zi bir tiyinga qimmat narsa ekan. O'zi mana endi kompyuterni joylashtirish kerak. Mana endi bu yerdan mebellar qo'yiladi va mana shu yerda kompyuter joylashadi. Bu kitoblarni nima qilaman? Xullas sotaveraman-da. Buni keraksiz narsalarni tepaga solib qo'yaman va bu mebellarni qo'yaman. Bu yerga mebel qo'ysak bo'ladi. Votda ajoyib turadi va mana shu yerga bo'ladi. Endi kompyuterni qo'yish kerak. Kompyuter mos tushsa bo'ldi. Wow. Bu manzaraga ham qaraydi, kompyuterga ham qaraydi, chalg'imaydi. Xullas ko'zi charchasa manzaraga qaraydi, ko'zi charchamasa kompyuterga qaraydi. Va mana ajoyib qurildi. Endi tagiga narsalarni qo'yib chiqish kerak. Gul qog'oz yoki narsalar bu narsalarni o'zi bekor qo'yibmanmi deyman-da, chunki bu qo'yilgan bilan anchagina joyni egallaydi. Kerak emas xullas. Bu narsalarni olib qo'yaylikchi. Bu gul qog'ozlar yerga ekan, gul qog'ozmi? Xullas yerga to'shagishni olib to'shib chiqamiz. Yo'qmasa agar bu cho'plarni olaman, chunki bu yerga neto turibdi. Bo'lmadi. Xullas buni olib tashlashim kerak. Bu yerga endi to'shab chiqishim kerak. Mana juda ham ajoyib eshikka bekor qo'ydimmi deyman-da. Qo'ymamas ekan bo'ldi. Yaxshi, mana yer ham ajoyib bityapti. Juda ham ajoyib desa bo'ladi, chunki mana bu yer bilan ko'rkaga ko'rk qo'shiladi. Mana bu yog'ochni ham olib gul qog'oz to'shab chiqishim kerak. Mana endi ajoyib buni ham olishim kerak, chunki buni ham olmasam necha turibdi va bu yerga ham to'shaldi. Endi ajoyib. Buni ostiga to'shab bo'lmaydi, chunki qo'yib ham bo'lmaydi. Afsus, buni ham qo'yib bo'lmas ekan. Kravatni qo'yish iloji bor, faqatgina mana shuni olish kerak. Mayli, turib tursinchi. Buni ham chekkasiga qo'yib qo'yaman. Bu kravatni ham bo'ldi. Ana endi nariga kravat ham turaversinchi, kerak bo'lsa yotadi. Necha qo'ydim deb o'ylamanglar, chunki joy tor ekan. Torligi uchun shunaqa qo'yildi. Va merni chaqirishga fursat ham yetib keldi. Merni chaqirish kerak endi. Ha, biratan nima gap? Hech gap yo'q. Mayli, unda boraylikchi, hammasi kelib aylanib keldi. Xullas, mer qayerda ekan? Mana shu qamoqxonaning narsalari o'z yo'qolib ketibdi. Shunchalik ham bo'ladimi? Bu yerga joylashtirib qo'yaylikchi, kerak emas narsa.
Yaxshi, lekin sotib beraman. Mayli, sotib bersang yaxshi bo'ladi degan chindan. Bo'ldi, bu narsalar kerak emas menga. Mayli, sotaman. Mayli, unda yaxshi eski tovarlarni sotib berar ekan. Yaxshi ko'p narsa to'plab beraman. Bir uy, ya'ni bir xonasini to'ldirib beraman bile. Hammasi g'iybat qiladi. Bu qishloqlarga gap or bo'lmaydi. Va bu yerdan kirib ko'raylikchi, mer qayerda ekan? Mer bile. Mer Ketdik baba. mayli, ketdik, yuringlar. Yur, tez yur. Mana boryapman. Tezroq yuringlar, ketdik, ko'raylik. Mayli, yuringlar. Bobos birinchi bo'lib bordi. Mer bilan bobos o'ziga o'xshaydi. Munchalar tez boradi. Ko'raylik, juda ham ajoyib. Menga yoqdi. Pulni beraverjakki. Mayli. Bo'ldi, boraylikchi. Mayli, ketdik boraylik. Juda ham ajoyib dedi. Yaxshi, o'zi unchalik bilmadim, unchalik bo'lishini va bu eshikni ochib yopib qo'yamiz va Jo'q, lekin zo'r ishlabsan. Yaxshi quribsan uyni. mayli, tezroq pulni ber. Mayli, mana berdim. Yo'qol endi, bor, yo'qol. Qurib berganing uchun rahmat lekin. Mayli. Endi uni ham rozi qilishim kerak. Marketchiga ham 1-2 so'm bermasam bo'lmaydi. Tezroq marketchini oldiga borishim kerak. Kun ham kech bo'lib qoldi. Mana ajoyib marketchi. Mana olib keldingmi? Ha, mana anchagina pul olib keldim. Rahmat lekin. Mayli. Menga ham 1-2 so'm qoldi. Mayli, o'zingni qurish haqqing. Mayli, unda men ketdim. Sog' bo'l. Mayli, ketdik. Endi shu eshikni sozlab qo'yishiga sizlargina pul qo'shib bermabman. No kerak emas. Xullas do'stlar, keyingi videoga ko'rishguncha xayr. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying.